Sizni shu yaqin kunlarda nimalar kutmoqda deb ko'rib olamiz. Sizni shu yaqin kunlarda nimalar kutmoqda? Nima surprizlar tayyorladi bizga bu hayot, bu taqdir deb ko'ramiz. Qani shu kunlarda bizga nima yaxshiliklar kelyapti? 3 ta variant qilamiz. Ikkita karta tashlayman. Bizni shu kunlarda nimalar kutmoqda? Birinchi variant, ikkinchi variant. 1, 2, 3 deb tanlashinglar mumkin. Tanlashga qiynalmayapsizlarmi? 1, 2, 3 variantimiz. Qani ketdik. Bizni shu kunlarda nimalar kutmoqda? Birinchi variant. Ajoyib. Siz shu kunlarda pulsizlikdan ozgina xafa bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz xohlagan summa sizga kirib kelmasligi mumkin, lekin sizni shu kunlarda sevgi kutmoqda. Yo yaxshi ko'rgan shu kartani ozgina bekitaman. Yo yaxshi ko'rgan insoningiz bilan shu kunlarda nima deydi? Chiroyli hislar bilan, sevgida, xursandchilikda bo'lasiz. Ya'ni bir-biringizga yetishasiz yoki yaqin insoni yo'qlar. Jufti yo'qlarga yangi sevgi kirib kelmoqda shu kunlarda. Hayotingizga yangi sevgi, yangi inson kirib kelmoqda yoki bo'lmasa jufti borlarga albatta bu haftada sevishingiz, sevilishingiz shu kunlarda. Shu yaqin kunlarda deb olaylik. Ikkinchi variantni tanlaganlar, siz nimagadir shu kunlarda nimagadir munosabatdami yoki bir qanaqadir ishingizdami go'yoki zanjirband qilingandek. Hech qayoqqa keta olmayotganday holatda bo'lishingiz, bundan nimaga bunaqa bo'lyapman deb ikkalanishingiz shu kunlarda kutilmoqda. Nima deyman? Yeching, uzing zanjirlarni, keting. Siz mahkum emassiz. Uchinchi variant tanlaganlar shu kunlarda sizda men kartada tushganini aytishga majburman. Yomonni albatta koinotga tushiringlar. Shu kunlarda sizda nimadir tugashi yoki ishingiz tugashi yoki munosabatingiz tugashi, bu narsadan ozgina xafa holatga kelyapsiz shu kunlarda. Lekin nima deydi? Har doim bu kartani men yomon karta deb bilmayman. Bu karta nima deydi? Yangi etapga o'tish. Qaysidir eshik yopildimi, sizga yangi eshik ochiladi. Bu yangilanishni bildiradi. Yangi etapga o'tish, sizning hayotingizda yangi hayot boshlanadi. Ya'ni yangi bosqichga o'tish, yangi hayot boshlash, eskisini tugatishni bildiradi azizlarim. Kimnidir hayotida shu kunlarda tugash bo'lishi yoki munosabatda yoki ishingizni tugatishingiz mumkin shu kunlarda. Omad tilayman. Uchala variantga ham. Nimaiki bo'lmasin, hammasi yaxshilikka biz uchun azizlarim.